Assalomu alaykum. Haydovchi bolajon YouTube kanalini kuzatuvchi aziz obunachilarimiz, ikkita eksport uchun chiqarilgan sifati zo'r chiqqan bolalar mashinamiz keldi. Videomizni ko'rishdan oldin zo'r degan like tugmasini bosib qo'yinglar, kommentariyada fikrlarni bildirib qolinglar. Bizani Telegramdagi haydovchi bolajon kanalidan narxlari bilan kuzatib borsanglar bo'ladi. Bir chekkadan tushuntirish boshlaymiz. Birinchisi Range Rover SUV 2023-yil chiqqan model. Sifati juda ham zo'r chiqqan, eksport uchun chiqarilgan, asosan Turkiyaga eksport qilinadi. Range Rover yozuvlari ham alohida o'yib chiqarilgan, ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, oldi obrisovkalarni ko'rasizlar, asosiy chiroqlari yonib turadi. Oldi kapotlari ochiladi, ichiga narsalarni solib qo'ysa bo'ladi. Pult hamda pedal orqali boshqarsa bo'ladi. Balonlari yumshoq rezinoviy, diskasi qora yaltiroq chiqarilgan. Balotoviy rangda, neobычный rangda bo'lib chiqqan. Buni qora rangi ham bor. Hop, ikkita orqa balon tortadi. 24 voltli akkumulyatori bor buni. Taxminan 8 tezliklarda, 9 tezliklarda yuradi. Ikkita 4 yoshli bola sig'adi ichiga. Ko'jalarni ham ko'rasizlar, sifatli qilib chiqarilgan charmdan. Hop, korobka передатчиклari, undan tashqari rulda signallari ham bor, ko'rsanglar bo'ladi. Kalit orqali boshqariladi. Kalitini ko'rasizlar. Range Rover yozuvlari yozilgan bo'ladi. Yonida yana bitta knopkasi bor. Bu ochilinadi. Bunisini bossa pult bilan boshqariladi, pastini bossa pedal bilan boshqarilsa bo'ladi. Korobka передатчиклari, hop, yoqqanda ovozlar yonadi. Monitor bu joyda joylashgan, multfilmlarni ham qo'ysa bo'ladi. Ovozlari ham zo'r chiqib turadi. Sizlar ham zakaz beringlar. Hop, bu mashinamizni eshiklari bu yerdan ochiladi. Narxi $390 chiqqan. Eksport uchun chiqarilgan. Motorlari katta bo'ladi. 24 voltli akkumulyator tagida joylashgan. Hozir jiyanimizga 3 ban beradi. Yurayotgan paytda ovozlari ham chiqib turadi. Ketdi. Sizlar ham zakaz beringlar. Sifati juda ham zo'r chiqqan. Lamborghini Sian. Bu mashinamiz ham eksport uchun chiqarilgan. Sifati juda ham zo'r chiqqan. Ranglari ham boshqacha, neobычный rangda, noodatiy ko'rinishda. Buni haqiqiy Sianga o'xshatib chiqarilgan. Chiroqlari bu yerda yonadi, asosiy chiroqlari ham yonib turadi. Sian yozuvlari bor, Lamborghini emblemalarigacha bor. Eksport asosan Turkiyaga chiqariladi. Pult hamda pedal orqali boshqarsa bo'ladi bu mashinani. Xo'p, bundan tashqari eshiklari ko'rdinglar, tepaga ochilinadi. Balonlari, oldi balonlari rezinoviy bo'ladi. Diskalarni ham ko'rasizlar, diskalarigacha Lamborghini emblemalar bor. Orqa balonlari plastmassiy bo'ladi. Drift qiladi. Drift qilishini ham hozir ko'rsatamiz. Orqa chiroqlariga ham ahamiyat beringlar. Juda zo'r chiqarilgan. Difuzorlarni ham qarasizlar, gulishtillarga chiqib chiqarilgan. Xo'p, bu mashinamiz taxminan 60 kilo, 70 kilo atrofida yuk ko'taradi. Sidenalari eka kojali oq rangda ko'rasizlar. Bunda ham emblemalari bor. Ikkita alohida sidena, ikkita 3,5-4 yoshli bola sig'adi ichiga. Undan tashqari 10 yoshli bola bo'lsa, 10 yoshgacha bola mana buni tepasiga chiqib uchsa ham bo'ladi. Buni olib tashlasa ham bo'ladi. Undan tashqari bagajlar ochiladi. Orqada drift qiladigan, oddiy yuradigan knopkalari bor va ota-ona boshqaradigan, o'zi drift qilib boshqaradigan knopkalari bor. Orqalari ham yopilinadi. Hozir jiyanimiz buni drift qilib uchib beradi. 24 voltli akkumulyatori bor. Bitta uchishini ko'rasizlar. Yur. Sizlar ham zakaz beringlar.